Biz bugun majlisga keldik. Mana Allohga shukr, shu kunlarga yetkazganiga, ko'rsatganiga Allohga hamd va sanolar bo'lsin. Mana bolalarimizni Allohga shukr, Sintrom kompaniyasi bilan doim umralarni bajarishga, umra amallarini bajarishga ketyapmiz. Alloh rozi bo'lsin. Shu yerda ishlayotgan xodimlardan biz hammamiz rozimiz. Iloyim tanjonligi sog' bo'lsin. Mijozligi ko'p bo'lsin iloyim. Iloyim bizga o'xshagan hojona, hojotalarni iloyim Allohim Makka Madinalarga olib bilmaganlaringizni o'rgatishliklarini Alloh rozi bo'lsin. Iloyim ukajonlarimdan roziman. Xursand bo'ldim. Majlislarda o'tirib maza qilib eshitib bilmaganlaringizni o'rgatishdi. Xudo xolasa mana 26-da safarga ketyapmiz. Borganimizda Allohning bandalari Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamni ummatlarini iloyim Ka'baga qarab, ravzalariga kirib Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam ravzalariga kirib chaqirishlikni hammamizga nasib ro'za aylasin. Bormagan odamlar qolmasin. Hammamiz boraylik.